Milliy mustaqillik Uyg'urlardan qanchalik uzoqda? Ikkinchi bölüm O'rtaq nishon uchun tashkillanishning roli. Abduri Asiya Uyg'ur. Maqalamning oldingi bo'ligida bizda mustaqillik shartlarining allburun hozirlanganligi va BDTning 1514 nomerli hujjati haqida to'xtalgan edim. Bu bölümdə o'rtaq nishonimiz uchun tashkillanishimizning da'voyimizga elib keladigan ijobiy ta'sir haqida to'xtalma. Tashkil degan so'z Xitoy mustamlikasida yashab boqqan Uyg'urlarga nisbatan ancha notanish so'z bo'lmasi kerak. Chunki Xitoylar vatanimizda hamma ishda tashkilning yo'l yo'riqi bo'yicha ish qilish, tashkilga bo'ysunishni ta'kidlashyapti. İdora organlaridami tashkiliy tuzum va tashkilchanlik ko'proq ta'kidlanadi. Undaqda tashkillanish degan zodi nima? Tashkillanish deganimiz keng ma'nodan aytganda ko'p xil omillarning belgilik yo'linish bo'yicha sistemalik birikishi bo'lib, aniqroq aytganda kishilarning ma'lum maqsad va nishonlarni amalga oshirish sabab o'zaro hamkorlashish uchun tuzilgan bir kollektiv yoki guruhdir. Masalan, partiya guruhlari, ishchilar guruhi, korxona guruhi, harbiy guruhlar degandek. Demak, tashkillanishning maqsadi umumning ma'lum orzusini reallikqa aylantirish uchun guruhlashish ekan. Undaqda Uyg'urlarning navbatda o'rtaq orzusi bormi? Albatta bor. U bo'lsa-mu vatanni Xitoy mustamlikasidan qutuldirish va mustaqillikka erishish. Undaqda biz mushu nishon uchun tashkillansak bo'lamdi? Albatta bo'ladi. Ya'ni vatanimiz Xitoy mustamlikasiga o'tgandan buyon dunyoning har qaysi joylarida har xil yo'sindagi tashkilotlar orqa-orqadan maydonga kelishga boshladi. Bularning hammasi vatanni mustaqil qilishdan iborat birli nishon uchun to'planganlar edi. Lekin afsuslanarligi maqolamning birinchi bo'ligida tilga ilib o'tganimdagidek, da'vo ishlarimizda kishini xushal qilg'idak cho'ng natijalar texi qo'lga keltirilgani yo'q. Bundaq bo'lishidagi sabablar haqida men bundaq qarayman. Ya'ni da'vo yo'ldagi tashkilotlarimizning iqtisodiy kuchi ojiz, odam kuchi cheklik va ish beshidagilar ayrim joylarda tarqoq ish ilib boradigan bo'lg'achqa, hamda da'vo ishlari ko'pincha kishilarning o'z xizmat va turmushidan ishinib qiladigan harakat bo'lgani sabab cheklimlarga uchirgan. Gerçi Barin inqilobidagi cho'ng inqiloblardan keyin chet ellarda bir qism siyosiy cho'lponlar maydonga kelib, Uyg'ur davosida birdilla jonlanish holati shakllangan va iqtisodiy yordamlarga erishgan bo'lsa-mu, ammo mashg'ulotdagi xatolik yoki boshqa nurg'un sabablar tufayli bir mezgillik jonlanishdan keyin chekinish yoki izida to'xtab qolish ahvollari ko'rilgan. 2017-yildan boshlab vatan bilan bo'lgan aloqaning umumyuzlik uzib tashlanishi va Uyg'ur xalqining zo'r turkumda lagerlarga qamalishi qatorliq favqulodda og'ir vaziyatning ta'siridan da'vo ishlari qaytadan jonlanishga yuzlandi. Ammo intayin afsuslanarligi shuki, umumiy xalq da'voga ovoz qo'shayotgan bu kunlarda tashkilotlardagi inoqsizlik va dushmanlashish ahvoli xalqning da'voga bo'lgan qizg'inligiga sovuq suv sepish bilan birga aslida psixikasida umumyuzlik masli ko'rilishga boshlagan bir xalqning ruhiyatini sundiradigan va kelgusidan umidsizlantiradigan passiv ahvolning kelib chiqishiga sabab bo'ldi. Bundaq ahvollarning kelib chiqishi haqida intayin astoydil o'ylanib beqishimizga arziydi. Xatolik zodi kimda? Tashkilotdimi? Shaxslardimi? Xalqlardimi yoki da'voyimizni qo'llayotgan davlatlardimi? Bu haqda men mundaq qarayman. Ya'ni sabab oldi bilan o'zimizda. Biz xatolikqa yo'liqqanimizda oldi bilan masalaning sababini o'zimizdan izlab beqishimiz kerak.
Təşkilat rəhbərləri bolsun, yoki a'zolari və əgəşgüçüləri bolsun, davayımızda məsəl görülgəndə aldı bilan özümüzni təkşürüb beqishimiz kerak. Biz zodi nimani xato qildik? Məsələlərə bo'lgan qarshimizda, tafakkur usulimizda chatoq ko'rildimi yoki boshqa sabablardimi? Men bu xildagi ahvollarning kelib chiqishini tuvandagidek bir qancha omilning sababidan deb qarayman. Ya'ni, birinchisi, har qaysi tashkilotlarning mustaqil bir gavda shaklda o'z oldiga guruh tashkillab, ayrim ish faoliyat olib berishi, ya'ni eng muhimi iqtisodiy birlik, ish birligi bo'lmasligi. Ikkinchi, mavjud tashkilotlarning bo'sug'isi past, kirmak oson bo'lishi sababli har qanday shaxsning a'zo bo'lish imkonining yo'qligi. Tashkilotlarning mustaqil bir-biridan mustasno holda ayrim harakat olib berishi aslida odam kuchi ancha zo'r bo'lmagan Uyg'ur davosida kuchni markazlashtirib, dushmanga taqobil turish, da'vo qilishga qaraganda unumi ancha yuqori bo'lmaydiganligi aniq. Agar bu o'xshamagan tashkilotlar o'z doirasida o'xshamagan ish faoliyatlarini qilsa-mu, ammo o'rtaq bir gavdaga jamlanib, zanjirsimon ishlash usulini qo'llangan bo'lsa, texmi yaxshi unumi bo'ladi. Tashkilotlarning bo'sug'isining past bo'lishi bu tashkilotlarga har qanday qatlamdagi, har qanday ididagi odamlarning, hatto Xitoy jasuslarining singib kirishi uchunmi foydali sharoit hozirlagan. Ya'ni, bundaq ahvolda Xitoyning jasuslarimi xohlagan vaqtda, xohlagan usulda da'vo sepiga suqunib kiralishi va kichkina ixtiloflarni cho'ngaytib, inoqsizlik paydo qilish va hatto tashkilotni palash holga akilib qo'yishdek rolni o'ynab qilishi mumkin. Chunki shuncha qudratli Amerikaning ichki qismiga ish yo'llarini silib, jamiyat tartibini qalaymaqon qila olgan Xitoy chet eldagi ozg'ina Uyg'urning orasida fitna silish va da'vo sepini qalaymaqon qilish, hatto da'voni suvga chalashtirishni albatta biladi. Undaqda ahvolimiz yuqorida tilga olgandek tartibsiz, bo'sug'isi tuvan va dushmanning foydalanib ketish ehtimolligi yuqori ahvolda ekan. Bundaq ahvolni qanday qilganda o'zgartira olamiz? Men bu haqda ko'p izlandim. Davosida utuq qozongan va qozonayotgan millatlarning mustaqillik yo'lida olib borgan kurashlari, qozongan utuqlari haqida ko'p materiallarni ko'rdim. Shuni his qildimki, siyosiy da'voda utuq qozonganlardagi eng cho'ng alaydilik bo'lsa, tashkilni harakat qilish, o'rtaq nishon tiklash va hammabop yo'l tutish ekan. Bu haqda men oldingi maqolamda tilga olgan Amerikaning mustaqillik urushi buning tipik misoli bo'la oladi. Ya'ni, Amerika davlat bo'lib qurilishdan avval Angliya mustamlikasi ostidagi 13 o'lka bo'lib, chekdan oshgan boj va soliqlarning sababi ular mustaqillik urushi yo'lini tanlagan va oqibat urushda g'alaba qilgan. Urush g'alabasidan keyin bu 13 o'lkaning kishilari o'zlarining haq-huquqlarini qo'g'dash yo'lida yanala bir hukumatga ehtiyoji borligini his qilishgan va bu haqda qattiq izlangan. Oqibatda mustaqillik xitobnomasini va Amerikaning asosiy qonunini tuzib chiqib, Amerika davlatini qurgan. Ularning davlat qurishiga turtki bo'lgani mustamlikalikdan qutulish bo'lgan bo'lsa, qudratli Amerika davlatini qurib chiqarishiga sabab tashkillanib ish birligi olib berish va ittifoqlashishning natijasidan erishgan g'alabasi sababli bo'lgan. Demak, birlikning o'zi kuch demakdir. Hammaylar Uyg'ur xalqi uyg'ondi degan so'zlarni og'zidan tushirishmaydi. To'g'ri, uyg'ondik. Ammo uyg'ongandan keyin bu kuchni birlikka keltiradigan bir sistema bo'lmasa, qayta uxlab qolish hodisasi ko'rilishimi ehtimoldan yiroq emas. Undaqda qanday tashkillanamiz? Tashkillanishdagi maqsad ittifoqlashish orqali Xitoy hukumatiga qarshi g'oyat zo'r kuch paydo qilish. Undaqda bundaq bir kuchni qanday shakllantiramiz? Birinchisi, siyosiy jihatda tashkillanish. Bu dal bugungi temaning asosli maqsadi bo'lib, birlik va ittifoqlik uchun eng foydali bo'lgan yo'ldir. Tashkillanish uchun oldi bilan barliq tashkilotlar va tashkilot a'zolari bir yerga jam bo'lib,
muhojiratdagi barliq Uyg'ur xalqining ovoz qo'shishi bilan vatanimiz Sharqi Turkistonga vakil bo'lib, Xitoy bilan vatan davosini dunyo sahnasida elib bora oladigan bir hukumat qurib chiqishimiz kerak. Balkim bu so'zimdan nurg'un kishilar tuvandagi mavjud tashkilotlarimizdan Dunyo Uyg'ur qurultiyi va surgundi hukumat qatorliqlar bor tursa, yana hukumat quramdiq deb o'ylab qilishinglar mumkin. Ammo navbatdagi ahvolimizda xalqni qoyil qilish va butun xalqning da'vo ishlariga birdak ovoz qo'shishi, shundaqla odil va kuchli bo'lgan xalqni ishondira oladigan buyuk bir da'vo qo'shini bo'lib shakllanishi uchun yangi bir hukumat qurib chiqishimiz kerak. Ya'ni xalqarada birdak e'tirofga erishish, iqtisodiy yordamlarni qo'lga keltirish uchun bu hukumat xalqaraning va Uyg'ur xalqining birdak qo'llashiga erishgan bo'lishi shart. Hukumat bo'lib qurilgandan keyin biz ondan xalqarada Xitoyga qarshi bir kuch sifatida e'tirof qilinamiz va boshqa davlat va shaxslarning hamkorlashish, yordam berish, qo'llash obyektiga aylana olamiz. Ikkinchi, hukumat qurish tartibi. Ishlarning adil bo'lishi uchun hukumat qurish xizmatiga bizning eng oliy huquqliq organimiz atalgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi barcha tashkilotlarning vakillarini bir yerga jam qilib, saylam elib berish kerak. Bu yerda Dunyo Uyg'ur qurultiyini bu ishga boshlamchi bo'lish taklifini berishim faqat Dunyo Uyg'ur qurultiyi xalqaro e'tirof qilgan Uyg'ur davosidagi nopuzliq bir organ bo'lganligi sababidandir. Ya'ni muhojiratdagi Uyg'ur davosiga yetakchilik qilish iqtidorimiz bor deb qaraydigan barliq tashkilotlar va shaxslarning hammasi bu saylamga qatnashishga taklif qilinishi, birmu tashkilot ayirib qo'yilmasligi, birmu shaxs saylamning sirtida qolmasligi kerak. 3. Saylamga tayyorlik qilish tartibi. Saylamga qatnashmoqchi bo'lgan barliq tashkilotlar belgilik muddat ichida o'zlarining Xitoyga qarshi plan loyihalarini yozma holatda tuzib chiqishi va erkin medialar orqali xalqqa o'z planlari haqida tushuncha berishi va loyiq qo'llashlarni qo'lga keltirishga tirishishi kerak. 4. Saylam o'tkazish tartibi. Har qaysi tashkilotlar o'z planlari bo'yicha sotsial medialarda nutq so'zlash va qo'llashga erishish bosqichini tamomlagandan keyin saylam Dunyo Uyg'ur qurultiyining yetakchiligida chaqirilishi kerak. 5. Saylam nazorati. Saylamga nazoratchilik qilish guruhi saylamga qatnashadigan har bir tashkilotlarning qo'llovchilari bo'lgan xalq ichidan 2 nafardan saylam nazoratchisi saylab chiqish. Ondan saylab chiqilgan bu nazoratchilardan tashkillangan saylamga nazoratchilik qilish guruhi qurish. 6. Saylam natijasi. Bir nafar xalq saylagan prezident, matbuot bayonotchisi, tashqi ishlar ministri deganga o'xshash rahbarlik qatlami saylab chiqilishi kerak. Bulardan boshqa 2 kabinет va kabinет a'zolari saylanishi va kotib bo'limi, hisobot bo'limi ta'sis qilinishi kerak. Saylam tartibi, saylam o'tkazish muddati, shartlari, qatnashquchilarga qo'yilgan talab, yangi hukumatning nizomnomasi va hokazolar e'lon qilinishi lozim. 7. Yangi hukumatning vazifasi. Mayli qaysi tashkilot bu saylamda o'tib chiqsin, boshqa tashkilotlar va barcha xalq saylamda o'tib chiqqan tashkilot asosida shakllangan yangi hukumatga ergashish kerak. Yangi hukumatmi agar vatan mustaqilligi qo'lga kelish fursati yetilsa, dunyo e'tirof qiladigan qonunli hukumat sifatida davlatimizni o'tkazib olishga huquqli bir hukumat bo'lish shartini hozirlash kerak. Yangi hukumat vatanimiz Sharqi Turkistonning birdan-bir qonunli hukumati sifatida barliq davlatlar bilan diplomatik aloqa bog'lashi hamda yangi hukumatimizni xalqarada birdak qo'llashga erishtirish uchun tirishish kerak. Xotima. Zulm chekdan oshgan, ammo bizda zulmga qarshi birlik saf hosil qilinmagan bu paytda hukumat qurish va demokratik usulda saylam elib berish navbatdagi vaziyatning ehtiyojidir. Vatanni ozod qilish va erkinlik, mustaqillikka erishish, shundaqla dunyodagi boshqa davlatlarga o'xshashla
normal bir davlat qurib chiqish va xalqimizni o'z zaminida o'zi xohlagan shaklda erkin va barobar, bayashat va baxtli hayotga ega qilish uchun muqarrar holda dunyodagi zo'r ko'p sonliq davlatlar tutgan yo'lda shular bilan o'xshash yo'nalishda mengishimiz kerak. Ya'ni din bilan siyosatni butunlay ayirishimiz kerak. Bu deganlik diniy e'tiqodimizni voz kechish deganlik emas, balki demokratik davlat qurish asosida diniy erkinlikka hurmat qilish deganlikdir. Chunki vatanimiz Sharqiy Turkiston Allohning rahmati va o'zimizning tirishchanligi bilan hurlik chiqqan holatda u zaminda necha avlod yashab kelgan Xitoy puhralarini qo'g'lab chiqarish yoki o'ldirib tugutishimiz mumkin emas. Bu mayli biz qabul qilayli yoki qilmayli, hamon biz yuzlanmasak bo'lmaydigan ochiq reallik. Chunki har ikki usul xalqaro nizomlarga xilof qilmishdir. Navoda ta'limimiz o'ngdan kelib, Xitoylar vatanimizni tashlab berib, hammasi chiqib ketgandimi? Xitoydan o'ylangan yana bir turkum Uyg'urlar va biz bilan shu zaminning tarixiga o'rtaq shahid bo'lib yashab ketgan boshqa qarindosh millatlarmi? Shu zaminda davomliq yashashi va ularning haq-huquqlari qo'g'dilishi, ularning qarashlariga hurmat qilinishi kerak. Siyosiy tuzilmamiz davlat ahvolimizga uyg'un bo'lishi bilan birga hamma o'rtaq qabul qilish kerak. Yangi qurilgan davlat bo'lish sifatimizda qo'shni ellar bilan do'stona o'talaydigan, boshqalarga xatar tahdidi paydo qilmaydigan, o'zimizga va boshqalarga xotirjamlik beralaydigan tuzum yanala dunyo e'tirof qilgan demokratik tuzumdir. Davlat bo'lib qurilish bizning ra'yimiz bilan ro'yobga chiqmaydiganligini tushunishimiz kerak. Mustaqil davlatimizni qaytarib elish davosini qilayotganimizda bizning da'voyimizni qo'llaydigan va bizni e'tirof qiladigan davlatlarmi bo'lishi kerak. Agar yetarli qo'llashga va e'tirof qilishga erisha olmaydiganmiz, davlat qurish bir tush bo'lib qilishi ehtimol albatta. Oldingi 2 qatimliq davlat qurish tajribamizdan ma'lum bo'ldiki, davlat qurish uchun o'z xalqimiz va davlatimizning manfaatiga uyg'un bo'lgan bir davlat qurish bilan qolmay, balki dunyo qabul qiladigan va boshqalarga qo'rqinish, andisha ilib kelmaydigan hamma bab bir tuzumdagi davlat bo'lishimiz kerak. Ya'ni koni sanam bo'yicha yoki pan-islom yoki pan-turkizmni milliy manfaatimizning ustiga qo'ydiganmiz, tarix yana takrorlanishi mumkin. Chunki hech kim dunyoga tahdid bo'lish ehtimoli bo'lgan bir davlatning mustaqil bo'lishini xohlamaydi. Tugidi. 2018 yili 7 oyning 21 kuni.